ikki son chanog'im yemirilgan edi. Vot, endi Yemirilish edi u. o'shani agar aniki bo'lsa, qog'ozingizda agar rasmini tashlab bersangiz, shunaqa. 3 oylab turmay yerimdan yotganman. Men bu yuragimga Xudo solyapti buni. Ko'nglingizga ishonaman. Tezroq meni chaqiring. Men bitta pastelda qolib ketmay deganman-da. Yaxshi. To'lg'inib ham ketyapman-da, shu mening shunday bo'lgan vaqtlarim bo'lganda. Assalomu alaykum azizlar. Kanalim muxlislari Akrom kineziyologni ishidan boxabar bo'lishni istaydiganlar, mana qarshimda Turkmanistondan kelgan G'uncha singlimiz bizga muolaja oldi va bugun deyarli muolajani oxirgi qatralarini yakunladik. Adashmasam bugun 8-seansimiz bo'ldi. Necha oydan beri qatnadingiz? Avgust. Mana avgustdan beri menga har xil vaqtlarga 10 kunga bir haftaga bir kelib, 20 kunga bir kelib muolaja oldilar va hozir o'zlarining og'izlari bilan menga nima dard bilan qanday holga kelganliklarini o'zlaridan eshitasizlar. Hurmatli G'unchaxon, mana shu siz menga qanaqangi shikoyat bilan, qanaqangi dard bilan, qanaqangi hissiyotlar bilan keldingiz? Agar shuni tomoshabin uchun ikki og'iz aytib bersangiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar, O'zbekiston eli, bizni tomosha qilib turgan Akrom akaning jamik muxlislari deb salom bermoqchiman-da. Mana men Akrom akaga YouTube'da ko'rib kelganman. Akrom aka sizni men YouTube'dan ko'rganman. Tanigansiz. So'ng YouTube'da ko'rganimda Telegram kanalingizga yoziling deb yozgansiz. Navbatga turganman. Yaxshi. Navbatga turib Muhammadjonni qo'ymaganman-da hech. Bu Muhammadjon o'g'lim haqida gapiryapti. Hech qo'ymaganman. O'chirdim qachon keladi. Odamlar oyda so'rasa, men 10 kundan bir kun, 5 kundan bir kun so'rayverganman-da. Shuni aytamiz biz. So'ng ham Muhammadga hamisha bir narsa aytganman. Mana o'zi ham tan oladi, men ham tan olaman. Muhammadjon, men borsam albatta tayoq tashab qaytaman. Men bu yuragimga Xudo solyapti buni. Ko'nglingizga ishonaman. Tezroq meni chaqiring. Men bitta pastelda qolib ketmay deganman-da. Yaxshi. To'lg'inib ham ketyapman-da, shu mening shunday bo'lgan vaqtlarim bo'lganda. Shunaqa. 3 oylab turmay yerimdan yotganman. Siz o'shanda ikkita hassa bilan, onalari bilan keldilar bu kishi. Ikkita hassa bilan, hatto ikkita hassadan tashqari onalari himo qilib turdi. Shu darajada bir aniki qanday narsalarni his qilardingiz mana shu og'rigan paytlaringiz? O'zi nima diagnoz qo'yildi sizga? Va qanday narsalarni his qilgansiz og'riqlarni? Bellarimda grija bor edi. 2 son chanog'im yemirilgan edi. Vot, Yemirilish edi u. O'shani agar aniki bo'lsa, qog'ozingizda agar rasmini tashlab bersangiz, men doказательство sifatida mana G'uncha Paloncheva ismli ayolni aniqlarni qo'yib beraman. Rasmni bir joyga qo'yamiz ekranda, odamlar ko'rishadi. Demak, sizda artroz bo'lgan. Yurgan paytim og'rir edi-da. Shunaqa. So'nglar men odamlarning oldida sudralib yursam, pana bo'lib qolsa, mana shu yog'imni shunday ko'tarib yurar edim. Panayroq yer kelsa, og'rir edi, so'ng shunday ko'tarib yurar edim. Mana Xudoga shukr. Hammasi ortda. Uyqularingiz kechalari qanday bo'lardi? Sifati? Uyqu yo'q edi. Shu darajada qiynagansizda. sizni. Ertan bilan 7da, 8da uyqudan tursam, kechasi 3-4 ta ham uxlamar edim. 3-4 tong atar edi. Shunaqa. So'ng aytar edim, ey Xudo, ko'zimga uyqu ber, uxlayin. Yotish yo'q-da, normal yotish yo'q. Qattiq yota olmaysan, oldin yota olmaysan, iziga yota olmaysan. Qatga yotmasangiz ham og'riq. Og'riq, So'ng yostiqlarni qo'yib yotar edim, shunday qilib, yostiq qo'yar edim, oyog'imga yotar edim. Shu belim, tasavvur qilaman. shu ko'ksa artrozim pastga tegmali emas. Tegsa og'rir edi. Shunaqa. Endi asta-asta. Men bilasizmi, men o'sha nimadan xursand bo'ldim. Eslaysizmi, o'sha 5 ta muolajamiz tugagandan keyin men sizni tekshirdimda, G'uncha nevrologik muammolaringiz 80% dan ko'p yechildi. Organizm o'zini o'zi ko'tarishga qodir endi. Mushaklaringiz, boylamalaringiz kundan kun kuchayib boryapti. Shu hassani tashlang dedim, hassani tashlang dedim, lekin sizdagi uzoq vaqtli miyadagi tajriba hassani tashlashga ruxsat bermadi. Ya'ni bu psixologik tomoni edi masalani. Siz o'zi shunaqa bo'ladi. Inson uzoq vaqt qiynalgandan keyin o'ng ostida shunaqangi xotiralar qoladiki, bu go'yoki yana xuddi takrorlanayotgandek va hokazo.
lekin man bilasizmi nimadan xursand bo'ldim? O'sha ikkinchi kursga mana shu ya'ni kelganingizga oynadan ko'rib qoldim-da sizni. Yurib keldim-da. Zippillab yengil avariya bo'lib chiqib kelganingizni shuni ko'rib bilasizmi qanday xursand bo'lib ketdim. Eng muhimi men uni ishonardim siz xastasiz yura olishingizga. Siz meni aytgan o'sha anaqamga nervniy sistemangiz yetib kelgani va sizda nervniy sistemada o'sha g'uborlar ketib, sizga nervniy sistemani imkon berganligi, xastasiz yurishga ishonch paydo bo'lganligi meni xursand qildida. Mana endi hozir demak o'sha qolgan holatlar bo'yicha yana 3-seansni tugatdik. Jami 8 ta bo'ldi. Mana endi o'ziz ayting, mana qandaysiz hozir? Yurganingizdan o'zi parasati bor odam tushundi. O'zi boshqa gap kerak emas odamlarga. Lekin o'ziz qanday, qanaqa tuyg'ularni ichingizda hozir his qilyapsiz? Men shu hassa tarafdan o'tsak-da, endi hassa bilimdan o'tsak, menga shu hassani tashlamakka sizning nima videongizni targ'ib berdi aytaymi? Somata psixosomatika chiqardingiz bilasizmi? Oxirgi bo'ldi o'sha kungi video. Azizlar ko'ringlar. Og'riqlar va psixosomatika degan video qo'ydik. Ana shu ta'sir qilgan juda. Ana shundan so'ng u boshqacha bo'ldim menda. Demak, ijobiy his qildim, bilmayman, men yaxshi bo'lib ketdim endi qanday tasavvur qilish. Muhimi shu. Yaxshi bo'lib ketdim. Muhimi shu. Bizani qiladigan ishimizni oddiy insonning aqli ko'taradimi? Ko'taradi, nimaga ko'tarmaydi? Bu menda bo'lib turibdi-ku, hamma natija menda ko'rinib. Yo'q, siz endi ko'ryapsiz, siz natijani ko'ryapsiz. Ko'rmagan odamchi? Ko'rmagan odam sifatida nima deb o'ylaysiz? Mana sizga men apparat qo'ydimmi? Yo'q. Ukoldori yo'q. Ukoldori qildimmi? Yo'q. Yo'q, faqat ba'zi bir preparatlarni berdim. Shamollashga qarshi o'simliklar va hokazo berildi, parhezlar aytildi. Bu boshqa narsa qilmadik-a? Hech narsa yo'q. Ukol dorilarsizda. Davolanish ukol dorilarsiz. Shundaki ham yaxshi. Shunday. Hamma gap shu yerda. Mana endi siz insonga berilgan qobiliyatdan to'g'ri foydalanilsa, ichki quvvatdan to'g'ri foydalanilsa va gрамотный biokimический korreksiyalarni ham qilinadigan bo'lsa, qon jihatidan, o'sha yallig'lanishlar jihatidan boshqa kerakli vitaminlarni tanlab topib olinsa, kerakli o'simliklarni tanlab olinsa, parhezlar to'g'ri tanlanadigan bo'lsa, insonning ichki qobiliyatlari bilan tanani quvvatlantirilgan payti qanchalik tanada o'zgarish bo'lganligini siz his qildingiz, ha? Bildiradi, u his qilasiz, ha. Shunaqa. Hamma narsa. Shunaqa. Nima desam? Endi undayda to'g'ri. Gapingizni bo'laman, ishonmagan ishonmaydi. Aziz muxlis, mana qisqagina intervyumizni yakunlaymiz. Aqlli odamlar uchun o'ylaymanki, mana shuni o'zi yetadi. Ishongan ishonadi, ishonmagan baribir ishonmaydi. Ishoninglar. Ha, ishonish kerak-da. Yo'q. Mayli, uni har bir kishining o'zini zehniyatiga, farosatiga, psixologiyasiga tashlaymiz. Kutgan edim, bilar edim shunday bo'lishini-da. Muhammed, bu haq bilasizmi? Yozganlarim ham. Esimdan chiqdi. Onangiz ham 3 tagina seans oldilar. Qandaylar onangizning ahvollari? Onam ham yaxshi. O'ylamagan zotlar ham yaxshi bo'lib ketdi-da. Masalan, 5 ta seansga deb kelib, 3 ta seansga qiladigan ishimiz qolmadi. Masalan, onam uzoq yo'lga bo'lmar edi-da, avtomobilga minsin, mashinaga minsin, har doim shu isqinsizlanib, qusib, uyga kelgan so'ng ham ancha kun o'ziga kelmay yurar edi. Ha, uzoq masofaga chiqqan paytda qarang. Mana shu zotlar onamda yo'q bo'lib ketdi-da. Onam shu zotni o'zi aytadi, "To'be, mana shu zot yo'q bo'ldi." Bo'lmasa Toshkent bilan Olotni orasi 10 soat, 12 soatlik yo'lda. Shuncha yo'lga ham qusmasdan yaxshi shuna keldi. Onam ham 2 gazak keldi bilsangiz. Shunaqa. Rezultatmi? Rezultat. Chotki. Kineziologiya azizlar. Kineziologiya, biz hech kimni tanqid qilmaymiz, hech qaysi metodda uslublarni so'kmaymiz. Shunchaki bilingki, bu kineziologiya, asl kineziologiya, to'g'ri tashxis va nihoyatda chuqur muolaja qilish. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga ham intervyu uchun. Rahmat.